Bismillahirrahmanirrahim. Kerak bo'ladi. Bandani Alloh taoloni zikr qilishdan kim to'sib qo'yardi? Shayton to'sib qo'yar edi. Istahvaza alayhimush shaytonu fa ansahum zikralloh. Ularni shayton egallab olib, ularga Allohni eslashni unuttirdi. Shayton minib olgan erkasiga Allohni eslashlikdan unuttirib g'ofil qilib qo'ydi. Odamlar bor, bir haftada bir marta boradigan juma namoziga kelmaydi. Juma 3 juma paydar-pay kelmasa Alloh taolo uni qalbini muhrlab qo'yadi. Endi Allohning zikridan tamomiy g'ofil bo'ladi. Osona bir haftada bir marta jumaga kelish, shuni ham qilmaydi. Nimaga? Xohlamaydi. Nimaga xohlamaydi? Shayton egallab bo'lgan. Qalbi g'aflatga botib bo'lgan. Ulamolardan biri aytadi: qalb uchun zikr baliq uchun suv kabidir. Suv baliq uchun qanchalar zarur bo'lsa, zikr qalb uchun shunchalar zarur. Suvsiz baliq nima bo'ladi? O'ladi. Allohning zikrisiz qalb ham o'ladi.